Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Markaziy Osiyo o'quvchilarining Turkiyadagi Navro'z bayrami qanaqa o'tishini ko'rsatib beraman. Bu bayramni universitetimizning o'zi rasmiy ravishda har yili o'tkazib keladi va bu yili O'zbekiston o'quvchilar hamjamiyati rasmiy ravishda tasdiqlangani uchun o'zbek o'quvchilarini ham taklif qilishdi. Bu bayramda barcha Markaziy Osiyo davlatlari ishtirok etib, o'zlarining milliy urf-odatlari, kiyimlari, raqslari hamda tarixiy manbalari bilan tanishtirib o'tishadi. Aynan o'zim boshqa millat a'zolarining O'zbekiston tarixi, milliy urf-odatlari, kiyim-kechaklari, yemaklari haqida qiziqqanlari uchun juda ham xursand bo'ldim. Albatta, joyimizda qotib qolmasdan, albatta qo'shni mintaqalarimizning ham tarixini, milliy urf-odatlarini o'rganib chiqdik. Hamma o'z milliy hikoyalaridan so'zlab berdi. Masalan, Qirg'izistondagi Oygul guli, Ozarbayjondagi sumalakka juda ham o'xshash samani halvasi hikoyasi. Aytgancha bilarmidingiz, Turkmanistonda ayollar libosi uchun to'qiladigan yoqalardan ularning boy, o'rta oila yoki kambag'alligini bilib olish mumkin ekan. Albattaki, o'zbek choyi bilan o'zbek deb o'zimizning ko'k choyimizni hamma bilan bo'lishdik. Va shu bilan bugungi tadbir ham, kun ham o'z nihoyasiga yetdi.